kelinchakni olib kelishdi. Holati juda yomon. O'laman 7 kun ichida o'lasan dedi menga. Nima qilsangiz ham yordam bering, 7 kunda o'lmayman. Men yashagim kelyapti. O'lishdan qo'rqaman. Shunday yig'laydi, shunday vasvasa, vahimaga tushib qolgan bu qiz. Endi qanday qilib 7 kunda o'lishligini aytdi u inson. Qayerda, nimaga asoslanib? O'qitgani borgan. Senga qattiq sehr qildi degan. Bu sehr seni o'limga qilgan va 7 kun ichida o'lasan. Tayyorgarligini ko'r. Endi buni ma'lumotini sehrgarlarga yoki folbinlarga jinlar beradi. Asli jin ham, inson ham g'aybni bilmaydi. Alhamdulillah bu qizga aytdim. Hech qaysi sehr o'ldirmaydi, hech qanday jin o'ldira olmaydi. Alloh izn bersagina ta'sir bo'ladi. 7 kunda degan gapni bekor aytdi, o'lmaysiz. Yo'q, o'laman ekan dedi. Gap tushunmaydi bu qiz. O'lmaysiz, eshitib turing Qur'onda, o'lsangiz ham Qur'onni eshitib o'ling dedim oxiri. 3 kundan keyin nima bo'lyapti holat? Yaxshi bo'lib qoldim deydi. O'qiyotganda haqiqatan yuragi sanchib, boshi og'rib, ko'ngli aynib, qayt qilib, o'pkasi chiqib ketgandek qayt qilib qiynalyapti. Haqiqatan sehr ta'sir qilgan. Lekin Alloh izn bermasa hech narsa bo'lmaydi. 7 kunda o'laman ekan deb o'ylab yotgan inson aks yaxshi bo'ldi. 7 kunda shifo topdi.